Assalomu alaykum hurmatli tug'anlar. Mana Zardali ayılda, Qarabog' ayılda, Batken rayonida, Jalpir oblastida yurt taqsaqali 100 ga yaqinlab qolgan To'lovoy Ajova mana bugun yo'ldan birikishga kelib, bir oqpatamni berayin deb kelib o'tiradi. To'lovoy Ajova qana bir suylab berinchigina. Shu jalg'iz oyoq piyoda yo'lda ömür bo'yi qatnadingizlar. Shu yo'l qilat deb o'yladingizmi-da? Bu yo'l qilayotgan hech kim o'ylag'an emas. Bu yo'lga istelganda jeti yo'l istab, bunu o'tkazilgan emas, sizga erisam berim o'rnini. Mana endi hozir mana shahriga borib taklif yo'lga kel, mana bu yo'lda yurib, azamatlar mana yo'lga soldirib o'tibdilar. Ularga rahmat. Bunday yo'l bo'lib deb hech o'yimizga kelgan emas bular jangidan. Mana hozir endi mana qancha texnikalarni jo'natib, qancha mehnat qiladi mana yo'llar. Barakallah. İşleyenlerge ham rahmat. Shuni pulkaz berayotgan prezidentimizga ham rahmat adeta. Men bo'ldim. Bunday yo'l jo'natib hech o'yga kelgan emas edi. Hozir mana bu yo'l misol mana qo'shilib öteki yandan işte mana yo'lni qo'shyapti, mana kuchiloyin deb qoldilar. Barakallah bularga. Rahmat. İsteyotgan odamlarga ham rahmat, barakallah. Pulkazlar qilgan odamlarga ham rahmat. Ya barakallah. Maqsadlarga jetsin parvardigor. İstegenlerin mana maqsadlarga. Pulkaz bergan odamlarga ham bergan rahmat. Ular ömürleri uzun olsun, kalban olsun, vaktini olsun. Yollarını uğraştık, camdan oraya olsun istediğimiz. Allah razı olsun Azaka.